Assalomu alaykum. Bugun sizni oddiy bir tarixiy hikoya emas, balki yurakni titratadigan, aqlni oylantiradigan voqea bilan yuzlashtirmoqchiman. Tasavvur qiling. Siz kimnidir zulmatdan olib chiqasiz. Uni qollaysiz, unga ishonasiz. Hatto uni taxtga olib chiqasiz. Ammo bir kun kelib, aynan o'sha inson sizga qarshi qilich ko'taradi. Bu xiyonatmi? Yoki hokimiyatning o'zgartiruvchi kuchimi? Bugungi hikoya ishonch va xiyonat, ustoz va shogird, do'stlik va dushmanlik o'rtasidagi nozik chiziq haqida. Bu Amir Temur va To'xtamishxon o'rtasidagi eng dramatik tarixiy voqealardan biri. Bu hikoyani eshitib, siz o'zingizga savol berasiz. Insonni kim o'zgartiradi? Taqdir, kuch yoki hokimiyat? Keling, birga tarix sahifalariga qaytamiz. Tarixiy faktlarga asoslanib To'xtamishxon haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak. To'xtamishxon qochqin shahzodadan xongacha ko'tarildi. To'xtamishxon oddiy jangchi emas edi. U buyuk sulola Chingizxon avlodidan edi. Ammo nasl hamma narsa emas. U yoshligida taxt uchun kurashlarda yutqazdi. Dushmanlari uni yo'q qilishga urinardi. U qochishga majbur bo'ldi. Uning hayoti qil ustida turardi. Va aynan shu paytda u bir qaror qildi. Eng kuchli hukmdorga borish. Bu Amir Temur edi. Temur ustoz, himoyachi va yo'l ochuvchi. Amir Temur To'xtamishni oddiy qochqin sifatida ko'rmadi. U unda imkoniyatni ko'rdi. Temur unga boshpana berdi. Uni himoya qildi. Eng muhimi, unga ishonch berdi. Temur unga qo'shin berdi. U bilan birga yurishlar qildi. Va nihoyat uni Oltin O'rda taxtiga olib chiqdi. Bu shunchaki siyosiy yordam emas edi. Bu ustozlik edi. Shu paytda ular o'rtasida ishonch bor edi. Yoki shunday tuyulardi. Hokimiyat do'stlikni yemiradigan kuch. Vaqt o'tdi. To'xtamish endi qochqin emas edi. U xon edi. Va hokimiyat insonni o'zgartiradi. Endi u Temurga qarzdor shogird emas. U mustaqil hukmdor edi. U o'zini teng deb his qila boshladi. Va hatto ustunroq. To'xtamishning nigohi janubga qaratildi. Movaron nahr, boy va strategik hudud. Va u qaror qildi. Endi u Temur bilan ittifoqchi emas edi. U raqibga aylandi. Xiyonatning boshlanishi shunday boshlangan edi. To'xtamish Temur yo'qligidan foydalanib, uning hududlariga hujum qildi. Shaharlar talandi. Odamlar aziyat chekdi. Bu ochiq xiyonat edi. Temur uchun bu faqat siyosiy masala emas edi. Bu ishonchning buzilishi edi. Va Temur javob berdi. Buyuklar o'rtasidagi to'qnashuvlar boshlandi. Ikki ulkan kuch to'qnashdi. Birinchi hal qiluvchi jang, kondurchi jangi. Bu jangda Temur ustun keldi. Ammo To'xtamish hali taslim bo'lmadi. U yana kuch to'pladi. Yana qaytdi. Va nihoyat eng so'nggi zarba, terak jangi. Bu safar Temur uni butunlay sindirdi. Eng xavfli dushman kim? Eng xavfli dushman bu har doim ham tashqarida emas. U ko'pincha eng yaqin joyda bo'ladi. Ko'pchilik dushmanni uzoqdan qidiradi. Begona yurtdan, boshqa qo'shindan, noma'lum kuchlardan. Ammo tarix boshqacha haqiqatni ko'rsatadi. Eng xavfli dushman bu sizni yaxshi biladigan inson. Nega aynan shunday dushman xavfli? Chunki u sizning kuchingizni ham, zaif tomonlaringizni ham biladi. U siz qanday fikrlashingizni tushunadi. Qanday qaror qabul qilishingizni oldindan sezadi. Qayerda zarba berish kerakligini aniq biladi. Oddiy dushman bilan siz kurasha olasiz. Ammo sizni ich-ichingizdan biladigan dushman bilan kurashish ancha murakkab. Amir Temur uchun eng xavfli raqiblardan biri To'xtamishxon edi. Nega? Chunki To'xtamish oddiy dushman emas edi. U bir vaqtlar Temurning yonida bo'lgan. U undan yordam olgan.
U Temurning harbiy uslublarini, strategiyasini bilgan. Shuning uchun ham u oddiy raqib emas. Eng xavfli dushman darajasiga chiqdi. Yaqin inson dushmanga aylanganda bu faqat jismoniy emas, ruhiy zarba ham bo'ladi. Ishonch sindiriladi. Bu esa insonni zaiflashtiradi. Shu sababli bunday dushman ikki yo'nalishda hujum qiladi. Tashqi kuch bilan, ichki ishonchni buzish orqali. Eng xavfli dushman har doim kuchli bo'lgani uchun emas, balki sizga yaqin bo'lgani uchun xavfli. U sizning yo'lingizni biladi. U sizning rejangizni sezadi. Va eng muhimi, u sizni qanday sindirishni tushunadi. Tarix bizga bitta katta haqiqatni o'rgatadi. Insonni eng ko'p o'zgartiradigan narsa bu baxt, hokimiyat va ishonch sinovidir. Amir Temur va To'xtamishxon o'rtasidagi voqea ham aynan shuni ko'rsatadi. Bir paytlar yordam va ishonch bor edi. Keyin esa kuch va manfaatlar ustun keldi. Va natijada do'stlik dushmanlikka aylandi. Eng xavfli dushman esa har doim tashqarida emas, balki sizga eng yaqin bo'lgan, sizni eng yaxshi biladigan inson bo'lishi mumkin. Diqqat bilan tinglaganingiz uchun katta rahmat. Umid qilamizki, bu hikoya sizga tarixning chuqur ma'nosini his qildirdi. Bizdan uzoqlashmang. Chunki oldinda yana shunday qiziqarli, tarixga boy hikoyalar sizni kutmoqda. Salomat bo'ling.